Assalomu alaykum do'stlar. Bizning 23-savol tahlili. Yosh qoratali yigit tez yordam bo'limiga tanasida kuchli og'riq bilan olib kelindi. Og'riq boshlangan paytda u bemorimiz kuchli jismoniy mashq qilayotgan edi. Unda bu holatlar 10 yildan beri 2 marotaba kuzatilgan holat. Qon tahlilida qon hujayralarining kamaygani, ya'ni anemiya aniqlangan va disksimon bo'lmagan, ammo lekin ko'lbaga o'xshash cho'zilgan g'alati qizil qon hujayralari aniqlangan. Ushbu hujayralar shakli o'zgarishining asosiy sababi qanday deyilyapti? Bemordagi asosiy simptomlar bo'lyapti. Bizda kuchli jismoniy mashq qilayotgan paytda oxirgi 10 yilda bu holat 2 marotaba kuzatilgan. Tanada og'riq, ya'ni krizis holat va anemiya kuzatilyapti. Ammo lekin asosiy savol shu bo'lyaptiki, normadagi eritrotsitlar disksimon shaklda emas, balki ko'lbaga o'xshash, ammo lekin cho'zilgan deyilyapti. Bu o'roqsima anemiya deyiladi. Anemiyaning turiga to'xtaladigan bo'lsak, o'roqsima anemiya bo'lyapti. Savol shunday bo'ladiki, ushbu hujayralar shakli o'zgarishining asosiy sababi quyidagilardan qaysi biri deyilyapti. Endi biokimyoviy tahlil qiladigan bo'lsak, kislorodli holat, ya'ni gemoglobinga normada kislorodning yopishmayotganligi hisobida ularning shakli disksimon emas, balki ko'lbachaga o'xshash bo'lgan cho'zilgan shaklga kelib qolgan va bu gipoksiya va degidratsiya jarayonlari natijasida ham kelib chiqqan. Bunda gemoglobin molekulasining yig'ilishi, ya'ni polimerlanishi kuchayib ketgan va qon tomirlari to'silgan, ya'ni qon tomirlarida tromb holatlari kuchayib ketgan. Umumiy holatda javob qiladigan bo'lsak, shakli o'zgarishining asosiy sababi gipoksiya, ya'ni kislorod yetishmasligi va degidratsiya holatda noto'g'ri gemoglobin molekulalarining yig'ilishi va polimerlanishi hisoblanadi. Jismoniy mashq bu keltirib chiqaradi va og'riqlarni krizisga sabab bo'ladi. Chunki bu holat juda ham og'riqli hisoblanadi. Asosiy savolning asosiy javobi kislorodning birikmasiga, ya'ni kislorodning birikishidagi buzilishlar natijasida kelib chiqilgan gipoksiya va polimerlanish, gemoglobinning polimerlanishining buzilishi natijasida kelib chiqyapti.